2020 yili Yer shariqzoda nima bo'ldi? Birinchi vaqa Avstraliya o'rmon o't apti. Bu o't uda 4 oy kuydi. 1.800.000 gektar o'rmon kuyib kulga aylandi. Taxminan 1.250.000.000 hayvon o'ldi. Bu o'tning uzluksiz kuyishidagi sabab shuki, bu yer tavrash yoki dengiz toshqiniga o'xshash tabiiy ofat. Insonlarning quroli buning oldida hech nimaga qarshi kelmadi. Eng yomon bo'lgani o'tdan keyingi kepinak effekti. Bu qitimliq o't ofati 400 million tonna karbon oksid paydo qilgan hamda 650 ming dona shaharning o'tdan qochib insonlar o'ltiroq rayoniga besib kirgan. Ikkinchi vaqa 2020 yil 1-oyda Filippindagi yanartaq portlash vaqasi. Yanartaq kunlari osmonga tik o'rilib, uning ichidan chaqmoq chaqnagan. Bu qitimqi portlash 75 qitimliq yer tavrashni keltirib chiqargan. Uchinchi vaqa Janubiy qutbda yuqori temperaturli havo rayi ko'rilgan. Eng yuqori temperatura 20-175 Selsiya gradusga yetgan. Janubiy qutbning temperaturasi o'rilib, muz tog'larning erishini tezlatgan. Muz tog'larning erishining insonlarga elib keladigan xatari nihoyat kuchli bo'lib, bu balkim necha million yil burungi viruslarni insonlarning yashash rayoniga elib kelishi mumkin. 4-vaqa Sharqiy Afrika chekatka ofati. Yer sharining yana bir chetidagi Sharqiy Afrikada 300 milliardga yaqin chekatga yer yuzidagi ochliq ziroatlarni og'ir darajada buzg'unchilikka uchratgan. Chekatka to'pining uzunligi 60 kilometr, kengligi 40 kilometr bo'lib, har kuni necha 10 ming kishilik ochliqni yeb talaydi. Tabiiy ofatlar oldida insonlar o'zining shu qadar ojiz ekanligini his qildi. Tavsiyam shuki, yer sharini qo'g'dashni o'zimizdan boshlaylik.